Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət Şirkəti tajdorligidagi 4-ci qarar İpək Yolu Sadası proqramısı. Biz zarıqıb kütgan paytlar yetib geldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining her xil uslubdagi naqshlarni biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət Şirkəti bizning bu qadimqi programmamizning tajdorligini oldi. Bu şirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylanaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilan Şinjan Elnuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Çeklik Şirketi strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Məsuliyyət Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol guruhi Tartuq yurishlik qo'nalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanlıqlarning mahoratga o'stisi darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavi'ni izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida ko'ra olasiz. Tor aldamchilardan saqlaning. O'zingizning shaxsiy uchurlarini torda oshkorlamang. Aldamchi qisqa uchurlarga jinib, ziyonga uchrab qolmang. Başlanışla köp anlaş emas, başlanışla his qildik naqshni yaxshi o'rindigan. Shabonyannikidan bir hayat chiroyli andaq chiqdi-ku. İlyas kam shu sahnaga chiqishdan burun 4 yilimizning aylanishini faraz qilganmi qilmagan? Har bir ovozlarningki o'zining o'rni bo'ldi-ku. Hamda o hayajonliq so'zlarni so'zlaydigan fursat borki, bunda qaragandichu. Hozir 4 yil ma'lumchi, yurgidan mosh balni men ap qolsam da'vatdichu. Mömincan ablakim ustozim. Mübarek. Mübarek bo'lsin. Mahirimiz İlyas Abdug'ini, Mömincan Abdikim Elnuri gruppasiga tanlandi. O'zingizga xos naqsh aytish uslubi bilan sahnimizga yurak sadoringizni elib kelib, ustozlarning yoqtirishiga erishdingiz. Sizga yana davomli omad tilaymiz. Bugungi musobaqada men o'zim o'ylamagan yaxshi natijaga erishdim. Men naqsh aytayotgan jarayonda 4 yil ustoz menga o'rildi. Menga nisbatan bugun eng xushalliq, eng baxtli bir kun bo'ldi deb o'ylayman. Keyin men Möminjon Abdikim ustozni tanladim. Bundan keyin Möminjon Abdikim ustozdan texmo yaxshi bilimlarni egallab, naqsh musiqa bo'lgan taraqqiyot yo'lida texmo yuqori pallaga o'rlash uchun tirishaman. Anshang degan bu naqshini İlyas inim nayt yaxshi o'rlab chiqdi. Bu naqsha o'z vaqtidagi televiziya teatrining bosh naqshisi bo'lib, ammo orasida kuchli qo'l qo'zg'agan, hatto shu chaqdagi aytgan Shabolyonmi nayt umdan kuchli texnik mahorat bilan yaxshi aytgan bir naqsha. Buningga bir mahorat ketilgan naqsha. İlyas inimiz mushu mahoratlarni to'g'ri, to'liq egallash bilan birga yaxshi bir taraf qilgan. O'zining ovozining tuvan ovoz rayini intayin yetarli holatda muhimi bor, kuchimi bor, shunda yaxshi bir ovozga. Shunga bu inimizga qoyil bo'ldim, o'rildim. Bu inimiz meni tanlab chiqdi. Bundan keyingi bosqichlarda texnik yaxshi natijalarga erishishga tilakdoshman. Adashma qo'saq bakkash dedigina bir o'xshagan bir tapen jeb kelmamda. Bunda bizning o'ylam yeb kelganmiz, bizning o'yda yerlik to'qolar borgina. Shuning bilan shu apam shu Qayduniki shu qo'rim tetit qo'ldir bilan aytadigan bo'lsam shu Qayduniki to'q qo'rim tetit qo'ldirgan shu moyliq tetit qo'ldir deb borgina shuni aytadigan bo'lsa dehshat o'xshaydi. Esim menga adashamsa. Hamda flamingo'ni yana men o'ynayotgan bo'ldik. Boytaq degan naqshini. Men Salaydan o'zim Urumchidan bo'laman. Hozir shu o'qish bitirish bosqichida turaman. O'zim aktyorlik kasbida o'qiyman. Shu sahnaga chiqishdagi asosli maqsadim bo'lsa, shu o'zimni bir sinab beqish fursatida chiqdim. Bundan burun shu kash klublarda bo'lsin va yoki to'ylarda bo'lsin, naqsh aytib degandek ancha-muncha o'zimni ko'ndirgan. Shu apamning qo'llash asosida shundaq bir cho'ng sahnaga chiqish jur'atiga keldim.
Muşundaq tunji qitimda mushu Ipak yo'l sadasi degan cho'ng sahnaga chiqish fursatiga ega bo'lganimdan intayin xursandman. Bundan keyingi mushu birinchi aylanmada o'tib qolsam, keyingi musobaqalarda cho'qim birinchilikni ilishga tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Xinjiang Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Düşenbede başlanar hicran Seyşenbege sığınıp ana Çarşembede hıyal yok Peyşembesi kalar muhabbet Peyşembesi esretke kalıp Cümme yazar Söygüne gizek Şenbe güzel Tasida vissal Yekşenbesi kalar muhabbet Ey hey boytak Ey hey boytak Günü ötermiş unda Ey hey boytak Ey hey boytak Günü ötermiş unda Düşenbede başlanar hicran Seyşenbege sığınıp arman Peyşembede hıyal yağmur Peyşembesi kalar muhabbet Peyşembesi esretke talip Cümme yazar Söygüne giher Şenbe güzel Tasida vissal Yekşenbesi kalar muhabbet Ey hey boytak Ey hey boytak Günü ötermiş unda Ey hey boytak Ey hey boytak Günü ötermiş unda
öter, ötermişunda. Ey hey boytak, ey hey boytak, günü öter, ötermişunda. Ey hey boytak, ey hey boytak, günü öter, ötermişunda. Günü öter, ötermişunda. Vallahi maya qaranglar, hammanglar qaranglar. Aş ballar bilan bir tanışaylik, ha. Aş do'stlarini tanıştırib qo'yalamizmi bizga? Mustafa, Murat, Mevlan, Mevlan. İnlerim, ballarımız intayin yaxshi cheppadinglar. Sizlarga rahmat, jafoat etdinglar. Yaxshi kunlarda uchrashib sizlar bilan yana hamkor qilamiz, ha. Rahmat. Xo'p. Yaxshimsizlar ustozlar. Mening ismim Salohiddin Yaqub. Necha yoshga kirding? 20 ga. Aylangan ma'lumlar balkim seningdan boshqa bir umidlarni kutayotgan bo'lishi mumkin. Bugungi naqshdan buga aytgan naqshandan yaxshiroq bir naqshlar tushishi mumkin ma o yigitning ovoziga, ha? To'g'ri. Qara avo. Demak yaxshi ovozga bu. Yaxshi ovozga. Salohiddin Yaqub ovoz saroyida bek yaxshi Salohiddin ukamizning o'zining yeshig'i vaqqan chog'da noiti ovoz saroyida yetarli holatda men deb tayyor turibdi. 20 yoshgan aka esimda qilishimcha 20 yoshda men bunchalar bek sevaman. Sening ovozing o'zingga loyiqdir. Buning ovozining razmisi cho'nki. Mening razmisi cho'nki. O'ziga vaqtda razmisi cho'nki. Mening o'zimga tushliq ovozim bordi. Shu bunda anglayotib 20 yosh vaqtida rasmiy baldulam o'zining ovozini nerdan olib nerga ekilishini, qanday ishlatishni bilyapti deb o'ylab rasmiy qoyil bo'ldim. Uning ustiga o'ziga varislik qilishlam emas, uni musobaqaga loyiqlashtirib, qiyinligini oshirib, azroq o'zgartirish qilib akaptikan bu baldagi ijodkorlik ro'yiga opirni aytmay turaman. Shunga mening gruppamga kelsa, texnik yaxshi fursatlar kutib turmoqda. Chunki mening gruppamda bunda bir uslubdagi naqsh aytadigan bola yo'q. Bunda bom ovozliqmi? Yo'q. Eng tuvan ovozing qayerga tushdi-ki? Buni sinab boqmadim. Ben hazır şunday deb turgandim. Sizning ovoz doirangiz uchun asosan shu o'rta ovoz bilan to'van ovozni bakroq taraq qildisingiz, sizga bak tushgidek. Sizning ma o bug'diyak misal chiqqan holat ekan. Undan keyin ovoz pardasim xili qilin, ham uzun, işte qilin parda ekan-chu. Shuningga ma o to'van ovozlarni, o'rta ovozli naqshlarni ko'proq eshitsangiz-chu, sizning alaydigingiz bo'lib qoldi. Agar ma o yuqori ovozga bak to'la chipilib mındaq bək dolu isliman deb qalğan vaxtımızda bakka özünüzün ovozini zəhmləndirib qalsınız-cu. Şunun aldın eliş üçün əgər mənə kəlsiniz, mən sizə düşüdüğüm ovozunuzğa mas gələn əsərlərini, bək köp əsərlərini sizə tövsiyə qılıb verəliyəm. Buldu devetti ya. İkimizden qarşılıq kəsməydi. Geniş oxşamamdı bu. Xo'p, unda olsa biz vaqtni chang tutib, o'g'lim, mushu ikki ustozdan birini tanlash huquqini sizga berdik. Sizlar eng oxirgi qaror meni tanlamoqchi bo'lgan ustozim Yaxşımısınızlar ko'pchilik? Men Abdullah Abdurahim. Yuqum ahvolidan shuni bayqadikki, odam badani uchun eng muhim bo'lgani yanada immun kuchi.
Amaliyotda immun kuchining yuqori bo'lishi salomatligimiz uchun eng yaxshi dori hisoblanadi. Andaqda teri odam badanining birinchi mudofaa sepi bo'lish sifati bilan uning immuniteti qanday ko'tariladi? Amaliyotda aktiv bakteriya o'z rolini joriy qildiryotidi. İlmiy tadqiqotlardan bayqilishicha, teridagi foydali aktiv bakteriya terini kuchlantiradi. Terini tozalaydi, yalluqqa qarshi turadi, namlik saqlaydi. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaylik. Ko'rilishga bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasallikka qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Sadaf World Star. Sadaf. To'g'ri tanlash moslashish demakdir. Alga yuzlanganda men salopatni tanladim. Hurmat uchun alga yuzlandim. Tanlig'iningiz alzoq bo'lsin. Salopat jarchisi alzoq kiyimlari. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. İnsan üçün eng bexatar muhabbatlik güzel makan uydur. Muhabbatlik uylar. Dükkan, talla bazar, soda noktaları dal Şinjan'daki çoğun iqtisadi gavda Aylin Az guruhining Aylin ordisi uy-mulk taraqqiyot chekish shirkatidan keladi. Aylin Az guruhi Aylin ordisi uy-mulk taraqqiyot chekish shirkati. Bugun kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetikçisi bo'lsa, kimning tamoqi o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetikçisi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetikqullari. Öyümge berip, sandıklı ekip, moçenli koyup, koçenli elip, bazaga berip, tartıqlı elip, saqlaqan mısın dep, tizlikte qaytip, ağızlı ekip, qeni için mihmalla desem, kola bulam şunda bula, dep bulap, həcep uçkendey. Kola bulam şunda bula, tartık kola. Aygül abi. Mübarek olsun. Kızın qaşalmam. Yaxşı, rahmat. Mübarek olsun. Mahirimiz Salaydın Yakup Aygül Gulam Qaydu gruppasiga tanlandı. Naq meydan etish, naq meydan çalğılaştırış u naqshchining arzusi bo'lib qolmay, naqshini tushunadigan angluvchilarning kutgan umidi. Mübarek olsun. Buning uchun ko'rsatgan tirishchiliginiz va yaratgan natijalaringizga opirin. Hazır sahnadan tushdim. Hazır shundaq xo'shal bo'lib, hazır o'zimning nima deyishni uqmay, shundaq bir xil kayfiyatda turyapman. Shu naqshamni yaxshi g'albilik aytib, o'zimning o'ylig'inidek aytib, Mo'min Javoblik ustoz bilan Aygul Ma'lumninki o'rilishi bilan o'zimni g'alba qildim deb o'ylayman. Bundan keyingi musobaqalarda, aylanmalarda Aygul Ma'lumdan yaxshi ta'limlarni, yaxshi bilimlarni o'rganib, keyingi musobaqalarda yaxshi yutuqlarni elishga tirishaman. Salaydınның әмді o'ttir ovoz qismi shunchalik turaqliqga, shundaq o'lchamlik. Әмді ba'zi odamlarningki yuqori ovozi bek chiroyli bo'ldi, ba'zi odamlarning o'ttir ovozi bek chiroyli bo'ldi. Әмді har bir odamningki alayidligi o'ziningki mushu ovoz pardasininki ishlanishi, pardasining qilinligi yoki nefizligi yoki uzunligi o'xshamaganligi sababdan ovoz tusimi o'xshamaydi. Salaydınның menga bergan ta'sirda ovozningki mushu o'ttir töven qismlari shundaq rahat, ochiqga. Shuningga men mush ikkinchi turda Salaydın yana yaxshi bo'lgan yangi asarlarni vujudga chiqara oladi degan maqsadda Salaydın. Adaş bu tushdi deganlarga nimda o'xshagan deyman, xemirlar degan terek hozirga bor. Shu. Bu Elnurning unda aytganlarga bo'lgandiki o'xshamamdi bu. Haqiqiy ozuq degina bu un. Shu. Emisi biz buda dadam
Ben Esed Tilmurat. Ben 20 yıllık nakş etiş tecrübemge asaslanıp bu qitimki musabiqiniki bu uçurni anlap intayin hoş buldum. Ben bunda muqaddam İpek Yolu Sadası'niki birinci qararga tizimtish arzuyum, ümidim batı. Aynı vakitte ben şu dadamki ayet vaktida dadam nima deylab yazgan bir can dadam temizliki bir ijodiy naqsham batı. Bunu şu dadamның ayet vaktida dadamның o'ziga bir so'q qilish arzu istigim bilan bu ishim amalga oshmay qolib qoldi. Keyindan dadam tugab ketib qoldi. Men bu qitimki musobaqa to'liq ishonch bilan ayni chog'da shu o'zimning shu yozgan jan dadam temizliki ijodiy naqshamni ilib keldim. Barcha do'stlarning meni qo'llashini, quvvatlashini chin ko'nglimdan umid qilaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, öy-mülük, import mallar so'tisi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi Mayirlarga omad tilaydi. Yığılsam külüşni ügetken dadam, yıkılsam turuşni ügetken dadam. Yığılsam külüşni ügetken dadam, yıkılsam turuşni ügetken dadam. Dünyada gurbetke boyun kısmasdı, hayatni suyuşni ügetken dadam. Dünyada gurbetke boyun kısmasdı, hayatni suyuşni ügetken dadam. Kolumni bir hasta kesken de bıçak, can dadam açattı mikirdin kucak. Hey can dadam açattı mikirdin kucak. Oğlunuz bolganda öylük uçak, emmige künüşni ügetken dadam. Oğlunuz bolganda öylük uçak, emmige künüşni ügetken dadam. Rahattin köp yirak Kaysar idiniz, mihriniz bir bula Kevser idiniz. Rahattin köp yirak Kaysar idiniz, mihriniz bir bula Kevser ediniz. Göz işi kılmaydı palvan oğlunuz, yigitden
buluşni ügetken dadam Küz işi kılmaydı palvan oğlunuz Yigitdek buluşni ügetken dadam Can dadam Yigitdek buluşni ügetken dadam Salam, hürmetlik aziz ustazlar. İsmim Esed Dilmurat. Hazır neymiş bilen? Müzikalik bir çayxana içip, şu yerdim davamlıq şu naqsh kesibimni davamlaştıray deb. Şu yerda, şu kesiblar. Afsus. Qaranglar ballar. Mushu ukamning mushu naqshisi to'g'risida bir ikki qiz paran qilish baqayli ya. Dadam degan naqsha. Ijodiy O'zimning ijodiyati. Ko'danlanma ishni. Balkim naqshiniki ba'zi sizlar kutgan yerga tegmay qolgan bo'lishi mumkin. Bu ashta bo'ldi-ku. Har bir ustozning bilqi ta'sirlanish nuqtasi o'xshamaydi, emasmi? Bir narsani kutadi. Bular hozir manda bir naqshchi, manda uslubdiki, manda bir ovozdagi bir odamni kutyapti-da. Dal shu yerga kelmasa, buni vijdoni g'ujildimay. Shuni o'tirib qoldi. Bayatım bir gapni rost deysam, to'xtaydigan yer bor-ku. To'xtagandan keyin men kirsam, bu emaslam bo'lib qoldi-ku. Miyada bir qaytal, masalan, muzika bir miyada chiqib olib, oyoqda bir qaytilgandek, quloqni sal aldab qo'yadi. Hozir mush kipimni bir kichik chiqayotgandek masal-ku. Hozir mushu benzoni bir qo'yg'ina ukam. Gülüşni ügetken dadam Yıkılsam turuşni ügetken dadam Yığılsam gülüşni ügetken dadam Yıkılsam turuşni ügetken dadam Dünyaya gurbetke Buyun kısmasdi Hayatni suyuşni ügetken dadam Dünyaya gurbetke buyun Hozir men shu bildim odatda sizlar o'zinglar ochgan klubni naqsh aytsizlar. Bu kichik emasmi? Bu yingshan quloqni yenidilan bo'ldi-ku. Ha qanday ovoz qachanmaydi bu kichik yerdan. Onun üstüne edemlermi köp kırdı. Hazır biz ayakta şunda yaxşı anladık senin akşamı. Meyada üzerine avazı, elik kulüpteki uçuk çıkmagandaki bir xil ayaktan qaytib kelyapgandek. Zal çok keçip yurdu bu avazlar. Bu nasıl normal? Könüş meselesi. Hazır aytgan vaqtda shunda ishontilar bayanqida yaxshi chiqdi. Meyaga bir kunim oldi deb. Sizning energiyangizni qo'llayotgandek ham ovozni boshqacha namlashdi hamda. Abayda qurg'oq ovoz yo'q. Shunchalik namalab tushib. To'xta, bo'lib ishlatib turg'ini. Sening mushu naqsh muzikaga avisingni, ishtiyoqingni bizden sana bo'layotgan ishonchni ko'zda tutib, men bir navbat beray sana. He. Muborak. Meni dashda bir ishonch bo'lib qoldi. Bu yigit necha yosh bu yil? 36 yosh. Ish qilib kichik emas. Men nayt yaxshi ishonchim bor, ammo ishonchimni yerda qo'ysa, uning ham amali yo'q. Mao 4 ustoz aslan ma'lumlaringlar. Lekin men mushu juzuq iltimos qilib, seni ap qilib, kichkina bir g'ayrat qilib, agar mushu 4 ustozga yarg'idek aklansa, mushulardan birisi ap qolsin. Biz tanishimiz uchun. Shunda bo'ldi. Agar
ikkimizning planimiz amalga oshmay yoki bizning tirishchanligimiz yetmay qolsa, uni minada muhab bo'lmaysa, opaq inim, yana naqshimizni keyin klublarda aytayveramiz biz. Bulamda rahmat. Yig'ilsam kulishni uyatgan dadam, yiqilsam turishni. Mahirimiz Asad Dilmurod qizg'in qutlaqlaymiz. Naqshida erkaklikni namoyon qilish bo'lsa, u bir g'alaba. Bu g'albini hammamiz sizga bardoq deb qarayman. Turishni uyatgan dadam. Men hozir senden o'zimning ijodiyati bo'lgan Jandadam temiski naqshini o'rinlab tushdim. Naqsh o'rinlash jarayonida azroq menda jiddiylik bo'ldi. Naqshamni o'rinlab bo'lgan ekan, Abdulla Abdurim ustozimiz meni tanlab ilib oldi. Kelgusdagi keyingi musobaqalarda men Abdulla ustozninki yetakchiligida yaxshi tayyorlik qilib, ustozlarning yaxshi bahosiga erishsam degan arzu umidlarim bor. Buning uchun barcha ko'rermanlarning meni qo'llab-quvvatlashini uchun ko'nglimdan umid qilaman. Qaramayliq o'quvchimiz Asad dadam degan naqshini xeli bir tajribelik naqshchilarga xos ijro qilib o'tdi sahnada. Qanday bo'ldi, lekin o'qituvchilarningki, ustozlarningki o'rindiq aylantirishiga nail bo'lolmay qoldi. Bunday ishlar bo'lib turdi. Biri ustozlar texnik tajribasiz, ikkinchisi hamda o'quvchilardan ketib qoladi bunday ishlar. Tunji navbatlik cho'ng bir musobaqada ustozlarni oldin naqsh etish jarayonida. Shunga mening bayqishimcha bu yigitdan yaxshi naqsh chiqdi. Kelgusida yana texmi bir tirishchilik ko'rsatsak, o'rgansa, menimcha cho'qim yaxshi natija chiqadi deb o'ylayman. Adaş, her az abay güzel telefon qilibdi-ki, bugun sizlarni bir mehmonxonaga ko'rishaylik deydi. Adaş şu barlıq pullarını özüge məbləğ selib təlba kəsbi tərbiyələş məktubida oquyatdımə degan to'g'ri. Nadin kelgan pulga u? Ha, adaş o təlbada tirishib o'qib, yangi kiyim-kechaklarni oylabdi-ki, maktabidan nurg'un o'qish mukofot pullari beribdi qara. Nimda paysi? Amis men kiyim tikishni o'rganmoqchi bo'lgan do'stlarimga təlba maktabini tavsiya qilib qo'yadi. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Shinjon Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Shinjon Aylinaz guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Shinjon Al-Nuri Yezigilik fan texnika taraqqiyotchilik sherikati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Shinjon Qaydo yemaklik cheklik mas'uliyat sherikati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnashgan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Emisi biz buda ozg'an yurak degan naqshni anglab boqamdik. Bo'ladi. Yurak nerede iz büyüğündü? Benim ismim İsmailcan Tursun. Özüm Qashqar şehrinden keldim. Kichigimdan naqshi musiqaga bo'lgan bir o't ishtiyoq turkisiga cho'ng kichik sahnlarda naqsh o'qib yurgani 20 yil bo'ldi. Undan burun har qaysi cho'ng kichik musiqa adabiyotlarida ritm gitar vazifasini üstlenib kelayotgan. Hozir şu ko'ngil tijoratlar shug'ullanaman. Kichigimdan mening bir putim ojiz bo'lgan sababdan o'zimga bir besim ekilgancha besim ekilib, işte bir sanda qo'rinish kayfiyati shakllanib, işte bu qolgan bu ishlar. Endi keyincha shu ota-onam, suyimli ayolim, anamdan keyin atrofdagi do'stlarim, aloqaning birodar bolalarniki qo'llab-quvvatlab, madad berish orqasida mendagi bu sandagi qo'rinish, ayminish kayfiyatlari yo'qolib, mana hozir har qaysi cho'ng kichik sahnalarda naqsh etib kelyapman. Yani shundaqla 4-qarar Ipak Yo'l Sadasi programmamizga mayr bo'lib tanlanganligimdan o'zim cheksiz baxtli his qilmoqdaman. Bu qitimni nihoyat intayin yaxshi kayfiyat bilan
nadir nomerlarni o'zingizdan sunaman. Rahmat. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Ximiylik qo'shilmadan xali bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, eng nuri 5dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Şuncha talmursam sana kılmedim nere dozedi söygü gülü sen kettin yad bilen ne günahım var idi mendin vazgeçgüde bilmedim bilelmedim mal dünyara birildin azdın sen har kıldın söygümüz ne köyer muçin yüreğidin ben sana köygende söyler mu seni ben seni söygende görer muçin aziz ben seni körgende içimen söygümüzge azgan yürek sen har kıldın söygümüz ne köyer bu çiğ yüreğidin ben sana ben seni söygende görer bu cinidin aziz ben seni körgende içidimen söygümüzge azgan yürek içidimen söygümüzge azgan yürek Rahmat teşekkür rahmat. İsmail Can Tursun'dan otu salam Ali ihtiramla bolsun. Ten salametlikimden azrak mesela Sübeyil'den ben mesela oturup durup okuşga mecbur olup kaldım. Ha oldu. Bunun onda mesele yok. Şu ben soray dep turgandim, ukam nim boldun dep. Şu kichigimde tartib bolgan iş emasmi? Şuna. Mayli. İşim bolmaydı qara. Naqshini yaxshi aytib atding da. Rahmat. Ha. Buni Mo'minjon oylandi ya. Rahmat. Ben hoş oldum. Nima degan yaxshi. O'sha 100 kishlik mayirning arsi kirib,
Ustozim Mo'minjon apandimniki tanishga erishganligimdan o'zimni cheksiz baxtli his qilaman. Rahmat. Rahmat. Mana Mo'minjon nima deymiz endi? Qada deysan? Nima deymiz endi? Birinchidan bu naqshni tanlab to'g'ri qilibdi deb o'ylayman. Chunki bu naqshning qiyinlik yuqori ovoz doirasini bilgili bo'ldi bir naqshchi. Yuqorisi nega bordi, tuvini nada bo'ladi. Bu bak moda bo'lgan naqsha. Bu naqshning hamma jiq tillarga tarjima qilinib, shunda aytilib, yaxshi bir bog'larga erishdi. Bu inimizmi yaxshi aytdi. Bir az kamtikalari bor, uni biz o'zimiz to'lqab jo'ndib olamizlar. Jo'ndib olamiz. Hissiyat sal kamchil, hamda ovozniki chiqishira masala yo'q. Lekin hissiyat kamchil, yumshoq beradigan hissiyatlarimizni o'zimiz jo'ndib olsak, menimcha bo'lib ketadi deb o'ylayman. Rahmat. O'zim sal jiddiylashib qoldim bugun. Bugun shunda bo'ldi, hamdalik ovozlarni o'ylaydi, tekstni o'ylaydi, udar jezu o'ylab shuni aşı jihatlasal qurg'oqchilik bor. Asosan qurg'oqchilik bor. Xo'p, kilavka kila. Ustozingga topshiramiz. Sir qolaysiz bulamdi o. Biz mayaga chiqdik. Bu Qashqardan kelgandan bu yoqqa kelaydi. Mübarek bo'lsin. Mahirimiz İsmailcan Tursun, Mo'minjon Abdikim Al-Nuri gruppasiga tanlandi. Hammamiz yiqimliq naqshlarni anglashni xohlaymiz. Yurakdan chiqqan naqshlar yurakka boradi. Albatta, o'rliqchining saviyasimi intayin muhim. Chunki yaxshi so'z yaxshi odamga mansub. Yaxshilarga yaxshi qo'llar sunulsin. Men hozir naqshamni o'qib tushdim. Ustozlarimizning bergan bahsimi yaxshi bo'ldi. O'zimniki bugungi kayfiyatimdimi yoki boshqa sababmi? Toza ifodam yaxshi bo'lmay qoldi deb o'ylayman. Yuz kuchlik mayarning ichidan yana ustozimiz Mo'minjon Abdikim apandimniki o'quvchi bo'lish sharafiga erishganligimdan o'zim cheksiz baxtli his qilaman. Hamda bundan keyin ustozim Mo'minjon apandimniki yetaklashi orqasida eng yaxshi kayfiyat bilan texmi nadir yaxshi naqshlarni o'zimdan so'z terishman. İsmailcan'ınki bu aytgan naqshi Ozg'an yurak o'zlashtirilgan naqsha. Ya'ni bu naqshiningki nurg'un odamlar aytgan turlari ko'p. Masalan, mening anglashimda yaponcha nusxasi birinchi nusxa hisoblandi. Men bek yaxshi ko'raman bu naqshini. Hamda undan keyin bizning davlatimizdagi hali kuchli naqshchilar buni o'zlashtirib aytdi. Aytilgandan keyin bizning oramizdami yoshlar orasida bu naqshlar aytilib kelyapti. Meningcha his qilishimcha bu Ozg'an yurak degan bu nusxaningki tekstini İsmailjon o'zi yozgan bo'lishi mumkin. Ovozda shu naqshga berilgan hissiyatda hali muqimlik bor, hissiyatmi o'z joyiga tushgan. Bundan keyingi bosqichlardagi tirishchanlikqa qaraymiz. Yaqinda bek samirib ketdim, chiniqsam bo'ldi. Unda olsa Aydınaz Goroy'ning Babur Badi çeniq sizalıq verib çeniqaylar men uruqlaydı degandi. Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynayotgan Şinjan Qaydu yemeklik çeklik məsuliyyət şirkəti mahirlərimizə omad tilaydi. Sənət üçün küyüb atqan yürekler, yüreğide tümən arzu tilekler. Ular bizge aziz hem de kirekler. Sənətkarla aziz silə azizler. Ular bizge aziz hem de kirekler. Sənətkarla aziz silə azizler. Sənətkarla güzel hayat kuşallıqqa mədədkarla. Sənətkarla
güzel hayat, xuşallıqqa mədədkarlar. İnaqlıqni kuyliganlar san'atkorlar azizlar azizlar muhabbatni inaqlıqni kuyliganlar san'atkorlar azizlar azizlar barlığını atığa sanatkarlar azizler azizler sanat üçün barlığını atığa sanatkarlar azizler azizler sanatkarlar sanatkarlar güzel hayat, xuşallıqqa mədədkarlar. Sanatkarlar, sanatkarlar, güzel hayat, xuşallıqqa mədədkarlar. Güzel hayatqa mədədkarlar. Sanatkarlar, sanatkarlar. Salam, şu İpek yoldaki Abdullah Akan başçılıqdaki barcha sanatkar ustozlarimiz üçeylandin hammalarga o'tliq salam. Bugun mana biz yana şu burunqi vaqtlarimizni o'zimizniki şu san'atga yangi kirgan vaqtlarimizni eslab, yani şu barcha mayirlarga, yani şu bizniki ustozlarimizga özümüzden salamını bildirgeç, şu program grupsiga şundaqla yani barcha ustozlarninki şu japasiga rahmetimizni bildirish uchun keldik. Hay rahmat, rahmat, rahmat. Yaxshimisiz barcha ustozlar, sizlarning oldingizlarda şu sahne turib özümüzden namoyon qilganimizda intayin xursandmiz. Oldi bilan salomat bo'lingizlar. Ipak yo'li sadosi programmasi rayonimizdagi kuzur programmalarning birisi. Men oldi bilan shu programni ro'yab chiqargan Bo'g'ra madaniyat tarqish cheksiz shirkatiga, shuning bilan birga rejissyorlar guruhiga, barcha ishchi xizmatchilarga rahmatimni bildiraman. Omon bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Salam, suyimli ustozlar. Mushu sahnada turib sizlarga naqshimiz orqali salom berganimizdan nihoyat xursand bo'ldik. Men bir nimani esib oldim. Ustozlar o'rilsa bek yaxshi bo'ldi ekan. Hayajonlanib ketdim. Bugün nihoyat xursand bo'ldim. Hamda Abay Paratjon barcha suyimli ustozlarga, shundaqla shu programni o'rlashtirgan rejissyorlar guruhiga, shu shirkatlarga chin ko'ngildan rahmatini bildirib o'tdi. Men hamda mayirlarga o'zimning yurak so'zlarini deb o'tay. Bu İpek Yolu Sadası programmasi mayirlar meyli tanlansın yoki tanlanmasin, ularga nisbatan bir yaxshi bir programma. Ularga yaxshi taraf tegis tegdikin, hergiz ziyon yetmaydi.
Muşundaq səhnədə turub özümüzün qançalıq küçü olsa, naqşay iqtidarımızı cari qıldırıb alsaq, biz üçün bu bir fürsət. Şunu mayırlağı deydiğim, hem şu səhnəyə çıxқан vaqtda biz mi qoxduq abay, bizdə qoqaş basqıçıda. Şunu mayırlamı jüreylik aldı çıxıb, eng mühimi özününki aşı müşahede etmoqchi bo'lgan naqsini ustozlarga eng yaxshi holatda ifodalab berishga tirishsa degan umidda yana shundaqla butun mayirlarga men utuq tilayman. Sizlarga rahmat. Shunda bo'lganda yigitlar sizlar musobaqaning emas ekansizlarda. Yo'q. Men endi jidalni cho'ng chiqadigan bo'ldi deb o'ylagandim hozirchi. Bak yaxshi qildinglar. Sizlarning shu naqshni men anglagan. Uchanning ijrosidagi shu naqshni. Shuncha bir ta'sirlangandim. Ham shu yigitlar cho'ngib mayli o'zining qilayotgan ishidan ta'sirlansin yoki atrofidagi san'at hodislaridan ta'sirlansin yoki ustozlarga rahmat aytsin. Shularning ajr mehnatlarini bilibdi debchi. Shu bir hayajon bilan yozibdi bular. Hozir sizlar bir guruh-ku? To'g'ri. Shunda. Nimada ismi? Davom. Davom bo'ldimi? Ustoz qo'yib berganda o'tgan programmani qo'yib bergan. Anda men yomon astoydil anglab ketibdim, shunday qilib 3 ustoz o'rilib bo'ldi. Bu kimdi deyman, bir guruh ekan bu dedim. Hamda 3 o'xshamagan 3 ovoz aytayotgan ekan. Anglab, anda tunib oldim ovozingni. Men manda gapchi, shu Abdusami Erkinning ovozi kelganda birinchi ovozdan, "Voy bu ajab bir novchi bir ovoz ya bu" deb o'ttasam, Abdusami Erkinning ovozi chiqdi. Bu bir guruhga bular alohida takliflik mehmondek turdi deb. Eng muhimi sizlar bizga madad beryapsizlar. O'quvchilarga, sizlarning beshinglardan o'tgan ish bo'lg'achqa, shu tuvanda yana bizning sahnamizga chiqmoqchi bo'lgan barliq o'quvchilarga, jafo tortayotgan ustozlarga, butun guruhga madad beryapsizlar. Sizlarga rahmat. Rahmat. Ama bu eser aka, muş yaşlarniki muşinçilik ro'yobga chiqqanligi ras xeyli bak murakkab ish. Bu mu to'g'ri? Davom guruhlarga davomliqlik tilayman jumafkularim. Yaxshi bo'lsin. Mening boshda taqalg'ini yaxshi bo'pti. Ondan buningdan keyin bo'lsa, hammamiz shu sizlarni aramizga ep turib, shunday qilib hammamiz o'rtaq bir nusxa chiqarib qo'yish, meningcha nayt yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hammamiz qatnashib turibchi. Men yaxshi fikr oldi. San'atkorlar deb masalan sizlar o'zinglarning bishdan o'tkazgan, ham sizlar atrofingizda ko'rgan, ham sizlarning ustozlaringlarda his qilgan narsani aytyapsizlar-ku. Shuningga sizlarning ichinglardan tepib chiqqan hissiyot, urg'u qat'iy o'xshamaydi. Shunchalik hayajon, bak hayajonlanib ketdim, hatto o'rnimdan turib ketdim. Bak rahmat sizlarga. Rahmat ustoz. Rahmat. Xo'p, fikrlarim kelinglar bir bag'ash itishib olaylik. Rahmat sizlarga. Aldı sürgen, aldışıda kütürgenler Hizmetide bulayım ben dep yan türgenler Muhabbetli, inaklıklı, küylügenler Sanatkarla aziz, sana azizler Muhabbetli, inaklıklı, Men qalb dasturxonimni tatliq tamda bezashni unutmadim. Ajrimning ma'nosi qimmatli bo'lgan egaligimga, go'zal, hashamatli tez tamoqxonamga gul keltirib, aylin az taomlarni vujudga keltirdim. Hunar san'atga muhabbat qo'shib, aqlimizga mehr qo'shib bitgan yuzlagan taomlardan mehmonlarim rozi bo'ldi. Keling do'stim, aylin az taomlarda men sizni kutaman. Bo'lsa gar esil taom hayotda kulli bayram. Aylin az taomlari, aylin az. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'z tarjim qilgan kinolar. Torda birdan-bir qo'yish huquqiga ega sarxil programmalar. Tunji edib Bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunining taqatqanligi haq berildi juma.
Qaydu yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydu üzülmesin. Qaydu yurishlik yağmurchilar. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüşteki yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüşteki yemeklikleri. Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yanada mo'tivar. Mo'tivar kiyimlari. Adaş yaqindan beri yüzemge uşaq çeknəslər, danxoreklər pek çıxı git bardı, qandaq qısam bular. Ada Sedef'nin Warstar markasidagi yüzüğü soyuqluğunu şiltər, yüz terang şundan yaxşı paks tazlaydı. Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət şirkəti bizdən bu qıdımqı proqramımızın tajdarlığını aldı. Bu şirkətə minnətdarlığımızı bildiriş bilən birgə bu proqramımızı Şinjan Aylınaz Guroyi alayda tələb qılğan sizlərə minnətdarlığımızı bildirimiz. Bu proqramımız bilan Şinjan Elnuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyat Çeklik şirkəti strategilik həmkarlaşqan. Sizlərə köpdən-köp rəhmət. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Məsuliyyət şirkəti proqramımızga yaqindan yardım bergan. Sizlərə minnətdarlığımızı bildirimiz. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guroyi Tartuq yurishlik qo'nalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mu ko'ra olasiz? Mo'minjon, unda bo'lsa, tuvandagi naqshchining naqshning ismini sen e'lon qilib bersa. Men da qarasam dil yara deydi. Ha, ma'qul. Dil yara deydi. Dil yara. Ben G'ulji Televizyonasidan kelgan Mayir Latifa Mehmet bo'lman. Mening naqsh kasbi bilan shug'ullanganimga 10 yildan oshdi. Men 2008-yili san'at maktabining muqam kasbiga imtihon berib, intayin yaxshi natijalar bilan bu maktab qabul qilindim. Lekin eng chong bir operatsiya sababli o'zim eng arzu qilgan maktabda o'qigandim. Bu qitimqi fursatda Ipak yo'li sadasi programmasida qatnashganligimdan intayin xushalman. Eng yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guroyi Tartuq yurishlik qo'nalari mayirlarga omad tilaydi.
nega kerak u bevafa beradi jafo uni sevgining bo'ldi-ku xato ayblamagin o'zing aqlamagin sevgini sen yana o'yin qilmagin yuraging tosh dilimda yosh qolmadi ko'p bardosh dil yaralab yara yaralab ketding yuragimni poralab sarsonaman hayronaman sochlarimga oq oralab oralab dil yaralab yara yaralab ketding yuragimni poralab sarsonaman hayronaman sochlarimga oq oralab oralab dil yaralab yara yaralab ketding yuragimni poralab sarsonaman hayronaman sochlarimga oq oralab oralab dil yaralab yara yaralab ketding yuragimni poralab sarsonaman hayronaman sochlarimga oq oralab oralab Taşmanlık ayvanda. Ha, sen öttün mü? Öttüm. Ha, vay. Hop. Latife Mehmet'in barcha azizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Rahmat. Latife, ha? Hop. Biz intayin bek hoş bulduk. Memmo dikkat kılamay kaptım ha. Şu Taş Mehmet en ahırda. En ahırda düş diye kelgende. Chekitni qo'ydi. Ha, chekitni qo'yapti. Bek yaxshi bo'ldi. O'zingiz odatda nada xizmat qilasiz? Ha, odatda shu naqsh kasbi bilan shug'ullanaman. Xo'p, unda biz ustozning gapini anglaylik, ha? Bo'ladi. Ha, endi men gap o'tkaga o'xshaydi. Xush gapsiz Latifa akam. Bugungi mening o'ylashimcha, bugungi men naqshi o'rindashdiki, men qizning chiqargan amali talanti bunda buningdan yaxshi boshqa naqshlar bo'lish kerak. Ha. Endi men naqshida naqshi o'rindagan naqshni o'zimni bakkiliqi musobaqaning naqshida emas. Bakkiliqi alayda seviye talep qildigan, yetish o'zining alaydiligini bir joriy qildirib, oldiga ishtirib chiqa oladigan imkoniyati bek az naqsh ekan bu. Ammo bu singlimniki ovoz tusidan men cho'qim buningdan keyingi musobaqa maydonlarida texmi yaxshi bir asarni ro'yobga chiqara oladi degan ishonch bilan cho'qim shu mening gruppamda hamkorlik bilan yaxshi asarlarni birlikda ro'yobga chiqara olamiz degan umid bilan mana o'rilib bu singlimizga bir qitim yaxshi bir fursat berish qaroriga kelib Yaxshi fursat bo'ldi bu. Rahmat. Xo'p, bizmi mana ustozingizning orqadan mengibsiz. Kelar qatamda texmi yaxshiroq naqshlarni, endi ma'lum bo'lgandan keyin yaxshi asarlarni tanlashga sizga imkon bor. Ammo manda naqshlar shu toza sizning alaydilig'ingizni gavdalantirib bo'lmaydi. Bu hech qancha doirasi yo'q, bir kayfiyat bor. Siz balkim o so'rinlarda nurg'un odamlar bunday naqshlar olqishliq naqshlar. Ammo shu kayfiyat ko'taradigan boshqa unda musobaqada sizni to'liq ifodalab berolmaydi. Shuning kelar qatimda sal yaxshiroq asarlarni ma'lum ko'rsatdi. Keling biz xo'shlashaylik, tayyorligingizni boshlang. Rahmat. Muborak bo'lsin. Yaxshi tirishing, ha? Rahmat. Ustoz ko'rish u tabriklashga arziydigan bir ish. O'z ko'nglingizda tanlagan ustozingiz bilan san'at hayotingizni oxirigacha davomlashtirishingizni umid qilamiz.
Bu qitimqi İpek Yolu Sadası programmasi qatnaşqanligimdan intayin xo'sh bo'ldim. Shundaqla Tosh Muhammad Batur ustozning guruhiga qabul qilindim. Ustozlar intayin yaxshi taklif fikrlarni berdi. Bundan keyin texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishdim. Yuqorida mahorat ko'rsatgan moyirimiz Latifa singlimiz Dilyar nomidagi naqshini sho'q mavadli kuydan birini o'rindadi. Endi belki mening o'rindiq aylantirishim ma'lum bir ko'zlarga nisbatan sal o'ylanish paydo qilib qo'yishi mumkin-da. Ammo bularningki mushu bir naqshini tanlashi, bir naqshini mukammal o'rinda masligi hargiz bularningki umumiy talantga vakillik qilolmaydi. Men faqat bu qizning ovozidan men foydalansam bo'ladigan taraflarini bayqaganligim uchun keyingi sahnalarda cho'qim yaxshi bo'lgan numurlarni o'rinday oladi degan ishonchim bo'lg'achqa o'rindiq aylantirib singlimizga bir fursat berdim. Adaş bugün badam bevasita chiqib berib qo'ygandim deganda klipim buzilib qolibdi. Nurgulga vazifalarimni saqlab turgan bo'ldi. Yolg'on cho'q qoldim-da. Bo'ldi adaş, qilma menda zapas bir telefon bordi. Bundan yaxshi rahmat adaş, shuma rahmat. Badam hazır uchraychi. Emisi biz buda Mishada bir yağmur deydigan bir naqsh turdi mushtim. Anlamaymiz-mi? Yağmur. Anlaylı. Şeyli hem de. Yağmur. Ben Ömerci Ablet Turpan Xo'yansindan hazır Ürümçide aşpazlık kasbi bilan shug'ullanyapman. Qiziqishim naqsh etish, naqsh anglash. Naqshga bo'lgan qizg'inligim turtchisida tirishib kelib, hozir 4-qarar İpek Yolu Sadasının 100 kishilik mayr qatorga kirganligimdan hozir shunda qo'shilib turibdi. Men sahnadami o'zimni eng yaxshi holatda, talantimni eng yaxshi joriy qildirishga to'liq ishonchim bor. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayirlarga omad tilaydi. Rojektin alnına yağmur tişi Mung baskan kalbimge silip köp teşviş Sen nede kimlerge buldun yağmurluk Miskina kalbimni kapledi endiş Sen nede kimlerge buldun yağmurluk Miskina kalbimni kapledi endiş Yolunga telmürüp kirpik kalkmadım Vesalın derdi de ahırıp bugün Yaşlıydım yağmurga sınmekte ünsiz Kalbimden kalbimni kıldın mı sürgün Yaşlıyga sınmekte ünsiz Kalbimden kalbimni kıldın mı sürgün
sırdaşkan ateş orundu Simsim yağmurda yoyalar şu dem Aynı çağda sırdaşkan ateş orundu Simsim yağmurda yoyalar şu dem Simsim yağmurda yoyalar şu dem Qani. Ömercan Ablettin emazlarga otuq salam. Ali ihtiram. Ömercan Turpandınmı? Turpan Xuyan senden azı Ürümçide aşpazlık kesip bilen şoğulundumu. Ha. Şu qara. Xeyli күштелеп qildigan naqshga. Ömercan bu naqshni kim aytgan burun? Ben Abdusupur İsmail akamdan anlap öğrengendim. Müzikasini yeniden işlegan mi? Abdusupur akamdan so'rab ishlatgandim. Abdusupur akam o'z burun aytib dikanmish. Demek çoğunum bayam aytish jarayonida shundoq yaxshi aytilib o'tib, ba'zi malqi udardan chekish ahvollar yuz berdi-ku. İki qatimdak shundoq bo'ldi. Muzikani yaxshi anlayamadim rastka. Ama Ömercan başka yerlerden naqsh aytamsizlar odatda? İşte sirtqa aytaman. Klublardami? Ha, shuningga sizlar hozir o klubga ko'nab qoldinglar yosh bolalar to'lanlarchi. Mush quloqni yana gom urdigan narsani ashunga ko'nab qilib hozir miya bir xil anglanmagandek sizlarga. Boshqa yot anglanayotdi. Amaliyotda quloqni buzadigan narsa shu sizning klubdagi kuchli ovozlarchi. Bak undaq yerda jursanglar jumang demaymiz, ammo biroz quloqni asrab qo'yinglar. Balkim shuning ta'siridan bo'lsa kerak shu. Ovozlari ma'lum kuchi yetmayotgandek bularchi hamimizning inkosi. Ashuni so'rasanglar, cho'qim klubda ishlaydigan bolalar chiqadi. Kuchli ovozga ko'nab ketgan. Senin ovoz muhitiga moslashmagan gapda. Bu shundoq naqshining nimalari yaxshi aytilgan deyamdi. Kechirgusiz sababdan bir ikkisi bo'lib qoldi. Bo'pti. Umarjon, bir qadar yaxshi o'rinlandi bu naqshchi. Rahmat. Shu ovozmi charchash boki, da qarsam. Shundaqdimi, hamda mushinchilik bir saviyada o'rinlangandan keyin biz mushu naqshingiz bilan tunji qatim cho'ng sahnalarda, ekranda jiq tomoshabinlar yuzlanib turib aytgan naqshingiz bilan tabriklaymiz. Sizning yurak so'zlaringizdan anglaymiz. Mening yurak so'zim meni yaqindan qo'llab kelayotgan san'atkor aloqalarim, do'st birodarlarimga hamda ota-onamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat. Xo'p, biz yana saqlaymiz, ha? Hayta afsus, Ömercan Ablet bugun tanlana olmay qoldi. Sahnada utush u bir natija. Ammo hayotimizga nisbatan u faqat bir jarayondir. Men hozir sahnadan tushib hozirlik bo'lgan hissiyotim sahnaga chiqqanda mening bundan cho'ng sahnaga chiqishim tunji qatim bo'lganligi uchun o'zim rost tamtirab ketdim. Uning ustiga udardan chiqish ahvollar yuz berdi. Lekin mayli xo'sh bo'ldim. Shuningning ichidan tanlanib yuzkichik mayr qatoriga kirganligimda inta xo'sh bo'lib qatnashgandim. Lekin hech qisi yo'q. Ana buda fursat olsa texim o'zimni kuchlantirib yana chiqishga kirishim. Cegdiler pichirlaydı. Mana şu yürüp bulan ben içim bek tutulup gitti cuma. Tutulup gitti. Tartık kolasının bir neçe. Andaki insan şunçılık hozir es kılsa. O şunda yaxşım bu. Emisi biz buda rap naqshidan anlamda. İsmim G'olib Ulam Ürümçi'den. Ötkilerinin içinde dadamның ta'sirida men şu müzik yo'llariga kirdim. Hamda hozir qadar kelganda şu müzik ishlariga shug'ullanyapman. Men aytmoqchi bo'lgan uslubim rap hamda qatorliq reggaetondek moda naqshlar. Hamda tomoshabinlarni texmi bir yangi kayfiyatga yetkazishga tirishman.
Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Ximili qo'shilmadan xali bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, al nuri 5dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Hey, yo, ladies and gentlemen, this is Ghalib Bullock. Hey, hey, hey. 我想我唱的歌能唱给你们听，我想我唱的歌会足够的走心，我想我唱的歌从新疆到北京，我想我唱的歌和兄弟一起拼。看我去冲破，顺利的通过，记录我的功过。2年没有听过，经过没有功过，照样帅的比你还要多。我的 set 够多种树，我们当地下的勇夫 ，respect 这么高冲突，作品是我的功夫，从不在你是说的，永远做不成的破格。我的胜利是我活的，你做不到的点的破事。Rich money 我没有零钱，每一句话能证明名言，从不在乎那国际头衔，我的胜利从不等到明年。我唱的歌能唱给你们听。我想我唱的歌会足够的走心，我想我唱的歌从新疆到北京，我想我唱的歌和兄弟一起拼。Flow 在不停的变化，不可能变嘛，是我的粉丝就点的，就现在点词，发表个天嘛，都是我最爱的奶油和甜的精致的歌词，高频的核磁，我不需要你去核实，我到底出名在何时。这伴奏，歌词搭配的憨厚，不用你去的参谋，把我的作品感受再转走。这伴奏，歌词搭配的憨厚，不用你去的参谋，把我的作品感受再转走。我想我唱的歌能唱给你们听，我想我唱的歌会足够的走心，我想我唱的歌从新疆到北京，我想我唱的歌和兄弟一起拼，我想我唱的歌会足够的走心，我想我唱的歌和兄弟一起拼，我想我唱的歌从新疆到北京。我想我唱的歌和兄弟一起拼，太阳了，干嘛不懂吗 ？Flow 在不停的变化，不跟它变嘛，是我的粉丝都点的，最近的点子，发表个天嘛，都是我最爱的奶油和甜的精致的歌词，高频的核磁，我不需要你去核实，我到底出名在何时 ？Flow 在不停的变化，不跟它变嘛，是我的粉丝都点的，最近的点子，发表个天嘛，都是我最爱的奶油和甜的精致的歌词，高频的核磁，我不需要你去核实，我到底出名在何时 ？Rahmat. Мұңлықмы ке манақша? Yaxshimsizlar. Ismim G'olibjon G'ulom. O'zim Urumchidan hozir shu rap muzika kasblarini qilayotgan. Rap muzikasi bilan shu qayerda shug'ullanyapsiz? Men shu o'zim mana uydagilar meni bak qo'llaydi shunga. Dadam menga bir Luyinpang qilib bergan. Shu Luyinpangda rapning muzikalarini ishlab, men atrofimdagi mayli mendan kichik bolalar bo'lamdi, tang tush bolalar bo'lamdi. Menda akademiklik bolalarım bor. Hammasini birga yetaklantirib, işte ishxondan birini ta'minlab bergan ularga. Ajoyib. O'zing mana rapqa lekin yomon ustub ketib qolsa. Ajoyib, ajoyib. Endi eng boshda sayilding ha? Ha. Onda olsa Mavlakının gibi anlaydı ha? Ben birinci olup örülgeçken şu söz kılış hukuku tuncisi mende. Şu bizde şundak müzikanın janrları, türleri, uslupları her xil, her yansı bilish kerak. Bularga yol berishimiz kerak, bularni qo'llashimiz kerak. Shaxsan men shundoq qilaman, ham shundoq o'ylayman-ku. Shu o'zim bir qo'llay deb örildim, qara. Onun ustiga nayt hayajonda anıldım men. Endi qolgan ustozlarni bir talashib baqsinmi yo udul kelamsa? Ya ularning fikri chiqadi bo'lmasa, boshqa ustozlarning gapini anglayli andin deyishimiz-ku. Ben shuncha hayajonlandim. Sizga nechilik vaqt bo'ldi shuni qilayotganingizga? Men 2010dan boshlagan.
Şu. Ben az degandim şu 5 yılning ustida mashq qilganka deb o'yladim. Siz zaman nafaslarni ilishingiz shuncha turaqliq bo'ldi. Lekin kichikgina bir jangiya, kichikgina bir fikrim hamda men so'zlan degan vaqtda bak qisilib ketdi-chu. Hozirlik Chongjin shuniki bir xil hissiyat bo'lib qoldi-chu. Men deb bir xil nim qilib qoldim, lekin men rapda har holda yana fansong, kayta fansong. Yana rahat alatni topa olasizchu. Lekin sizning mana shu udarlarni ifodalashingiz, mana so'zlardagi mana shu tekstlarni deyishingiz shunchalik yaxshi, shunchalik urug'liq bo'ldi. Meni ta'sirlantirdingiz. Rahmat sizga. Rahmat aygam bo'ldim, rahmat. Müzik başlanğandan keyin bir hayacanlılık işide başlandı. Şu müzik janrlarının içindeki bu rap müziksiga men yaxshi ko'rib suyib anglayman. Nima uchun suyib anglayman degan vaqtda bu rap gerçi üzem aytmasammi, üzemning naqshlarida rapninki elementlarini akirmasammi, lekin mush amabab naqshliqda biz tekstlarga sig'dirib olmaydigan nurg'un gaplarni mush rapda yig'ishtirib Yaman bular, yaman. bir dastan aytib aytgili bo'ldi-chu. Bugun shu hurmatim bilan bu inimizningki qobiliyatiga qoyil bo'lib aylandim. Sizni qarshi olamiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Mamatjonov, rahmat. Biz gapni ham rapxandan boshlamdik fikr bo'lsa. Bir rapxan ichibdi bu inim. Mening mamda abay deb o'tilgandek hozir hamda yaqinqi mushu bir mezgillarda rap uslubi bizniki mushu uslubimizdagi milliy musiqalar bilan birlashgan o'sha yaxshi asarlar pat-pat cheliqib turyapti ukam. Anglab turyapmiz. Yaman yaxshi birlashtirishlar bo'lyapti yaqindan yaqin. Shuningga men dastlab boshlangandilar. Ana men bu rap uslubida bir asar chiqarib baxmagan bo'lsam-mu, xiyollar bor menda. O'zim yaxshi ko'raman. Shuningga mush inimiz bilan bir yuz ko'rishay degan maqsadda mush inimga keyin oldim. Rapxanda texi bir harakat qilib ketamdiq o'zgardi. Yaxshi gaplar bo'ldi. Hammamiz yaxshi ko'rdikchimiz. Bir yaxshi naqsh aytib, uning ortiga rap qistirmoqchi bo'lsak, biz o'zimiz rapchi emas. Yosh bolalar kerak bo'ladi-chi. Bolalar sening mabeshidan aytgan, bitta abeshidan tushib kelsin naqshimizga. Acayip. Acayip gül içip ketmey birden tuğsu mu? Bulmasa riyada tuğsun. Ben tuğuzduğun açtan numaralarını tallayman. Ben mayaqtın çıkmayaqtın kırtırağını dedi. Ben bir mezgil turup birli itirgini tapımayacağım. Aygül meşin bilen muşun birleştiriş mümkün. Ya, eğer menin qo'limga kirsa, ovoz jihatda texmi pishidu, texmi taraq qildi, keyingi sonda bo'lsa, o'xshamagan bir rapni ko'rsizlar. Boshqa bir mezgilimizdan ha. Meşin şekildeki rap mavca. Man Mevlakan jimiq ketib barda. Boshqacha. Boshqacha, hozircha demayman. Qiray. Biz nayt shu qaq payda qildi, guli bilan qaqdi boshlab. Ashani aslib bo'lgan bo'lsa, shu yaxshi bo'lsa. Bir savol so'rab baqay. Mevlandan bir savol so'rag'im kelyapti. Xo'sh, qichqaq payda qiladi, guli bilan qaq deb kelinkidan o'tgan retseptmi? Ey tanjim, men o'tmagan retseptni. Kelinkidan o'tmagan retseptni naqshaga chiqsa qanday olar deyman. Uni sinab qolsak. Endi men o'to'g'liq ilmiy maqola yozmagan ekan bo'laveray. Qara biz sinab bo'ldik. Bizning bir shunday night kona shu qadimiy naqshdan birini biz mana A3 bag'o Arslanma Arslan bilan amdasa birlashib biz asar qilgan taq uni chiqamdiq. Demak bizning shunda to'g'riliq bizning amaliy harakatimiz shu rapni qo'llash, shuning bilan bir chiqishib beqish o'zaro zarat asl qilib beqish nimada bizning sinab baqqan ishlarimiz bor. Bunda gap men qisqacha tushuntirib qo'yayda, o'zinglar bilasizlar bu ma'lumotlarni. Makan ayni ishni boshlab bo'pti. Buningda keliblar birlashib ketish bo'lishda o'xshaydi, bo'lgan o'xshaydi. Ma qolgan ustozlar qara. Kirsang sen duyi var bo'lsa buni ish. Bunda gap. Shunga ikkalasidan o'zgarishlik alaydi. Endi hammasi ustozlar. Sizlarning degan yeringlardan sharoitni to'g'rilab bersa, balkim sen yolg'iz emas qo'dayman. Mening ko'rpam batdi. Manda gap emasmi? Tutgan ishga emasmi bu? Shunga endi biz gapni shundoq deyishimiz, demak, 4 ma'lumning hammasi qizg'in. Oxirgi tanlashing? Mening oxirgi tanlashim İpek Yol Sadası programmasi o'quvchilarining tordagi bevosita taqishini ko'makchi bo'lsangiz, telefoningizga Badam Aptal alışıyorum. Biz sizni Badam Aptal saklayımız.
Ozoda oliy muhit, mazalik taomlar, visol to'ylari, qutlug' asrlik kunlar, eng qimmatli o'zingiz va dildoshlaringiz uchun katta didorlashish manzilgohi Oylin oz guruhi Tianshan Guli restorani. O'zingizga mos, esilligingizga xos joyda hayotning chin ma'nosini his qiling. Shu esil joy dal Oylin oz guruhi Tianshan Guli restoranidir. Oylin oz guruhi Tianshan Guli restorani. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan ochil choch so'pinini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil choch asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi choch so'pinlari. Kolaning muzi qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tortiq yurishlik kolalari. Va, ma bo'lga ya. Siz har chaq, har daqiqada pokizlikqa intilasiz. Jahil maydaqlari sizning eng cho'ng bosh qaytinchiligingiz bo'lmoqda. Yangidan bozorga selingan Zahira alohida unumlik yuyish javiri kiyimlardagi va oshxonadagi jahil maydaqlarni tez sur'atda chiqarib tashlaydi. 99% may chiqarish unumiga ega yeshil mahsulot. Maydaqlarni haqiqiy tushunadigan Zahira alohida unumlik yuyish javiri. Setuvag'uchilarga Zahira kir yuyish suyuqligi sovg'a qilinadi. Zahira Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi kompyuterda kiyim laylash, oliy daraja kiyim-kechaklarni kesish, tikish tajribasidan mo'lliqiga asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Ozoda muhiti uskunlarning yangiligi, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Hammamizga tanishib bo'lgan Ablatmechi Talba sizning kasbiy aloyidligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Urumchi shahar Janubiy Ozod yo'li Buloqbesh ko'chasi, Sanshxonza Sibiy So'l sariyi 6-qavat. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki mektiklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki mektikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki mektikleri. Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yib Ko'z asrashqa sal qarayotganingizni bayqadingizmi? Ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozli qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotgandi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalari uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadigingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi unumli ko'z asrash javhari. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mahirni Şinjan Aylınaz Guroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Al-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Cheklik mas'uliyat şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Hey yo ladies and gentlemen, this is G'olib Bulbul. Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Yipak yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi, Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q
İpek yolu sadası. Karvan varisi aman yeter dilekte. İpek yolu sadası, süygünün yok çiğrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, süygünün yok çiğrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası.